Va yana bir bor bolalarga sovg'a ulashamiz. Bolalarga sovg'alarni olib kelyapmiz. Ajabo paketimizda nima bor? Albatta chaqchuq, xurmo va sovg'alar. Qani boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bu safar qizlarga sovg'a tayyorlayapman va qizlarga narsa olishga keldim. Sumkalarni solgan. Ikkita sinfga yetadigan qilib chaqchuq bilan xurmo oldim. Zaynablar bilan o'rtoqlariga bayram sovg'alari olamiz. Baba, hepsi de bu. Bir tane bu. Hamma sovg'alarni olib bo'lgandan keyin uyga borib, sovg'aning ichiga solinadigan narsalarni tayyorladim. Birinchi bo'lib shokoladlarni aralashtirib oldim. Hamma paketlarning ichiga Zaynabnur o'zi qandillar bilan o'zini yaxshi ko'rgan taqinchoqlarni solib qo'yibdi. O'rtoqlariga deb lekin ularni chetga oldim, chunki yangisini olib beramiz o'rtoqlaringga ishlatilgan so'mlik dedimda chetga olib qo'ydim. Keyin esingizda bo'lsa, Yusuf o'rtoqlari uchun tayyorlagan kartochkalarim bor edi. Xuddi o'shalarni qaytadan chiqartirib keldim va kesib chiqdim. Hammasini kesib bo'lgandan keyin chaqchuqlarni ham paketga solishni boshladim. Olgan mahsulotlarim hammasini eng yaxshisidan oldim, sifatlisidan oldim, chunki bu mas'uliyat. Birinchidan buni bolalar yeyishadi, bolalarga eng yaxshi narsani yedirgim keldi. Hamma chaqchuqlarni solib bo'lib, bolalarning sonicha, undan keyin kichkina qutichalarimni tayyorlab oldim. Bu qutichalarni shu yerdan Istanbulda bozoridan oldim. So'raganlar bo'pti o'tgan safar videoda. Paketlarni ham qutichani qayerdan olgan bo'lsam o'sha yerdan oldim. Hamma narsa deyarli bor edi sovg'a salomlar uchun borgan magazinimda. Qutichani yasab oldim. Uni ham sinfda 15 ta bola bor ekan, Zaynabnur bilan birga 15 ta quticha yasadim, 15 ta chaqchuq, qandillarni hammasini tayyorlab oldim. Qutichalarning ichiga nima solganimni ko'rsatmayman. Chaqchuq bilan xurmo soldim va shokoladlardan soldim. Va ularni hammasini bitta paketga soldim. Bitta qandil, bitta shirinlik to'la quticha va sovg'amiz bittadan ruchka soldim hammaga. Kartochka bilan hammasini bezatib, shu bilan maktabga olib ketdik. Bu Zaynabnur sinfiga edi. Zaynabnur juda ham xursand bo'ldi bu sovg'alarini ko'rib, hammasini ismini yozib chiqdi, sinfdoshlarining ismini o'z qo'llari bilan yozib chiqdi. Bittadan spiskaga qarab ham to'ldirdi. Va albatta sovg'alarni olib yo'lga chiqdik. Bolalarga sovg'alarni olib kelyapmiz. To'g'risini aytsam, montajda ko'rdim, bitta paket eng pastda osilib qolibdi. Qanaqa qilib bu nimaga ushalib turibdi, uni tushuna olmadim. Hattoki videoga o'tgandan beri ham indamabdilar menga. Maktabga kirib keldik va sinfga kirib hammani o'zini ismini qidirishni boshladim. Bu orada Zaynabnur o'ynashini qaranglar. Hammaga Zaynabnur o'zi tarqataman dedi va men unga qo'yib berdim tarqatishini. Zaynabnur sinfdoshlari juda ham xursand bo'lishdi. Sovg'alarni ko'rib hayajonlanib ketishdi. Va aytganimdek hamma sovg'alarni Zaynabnur o'zi tarqatdi. Bolalar juda ham xursand bo'lishdi. Hammasi keyin Zaynabnur quchoqlab qo'yishdi. Bitta-bitta hammani quchoqlagan video ola olmadim. To'g'rirog'i xayolimga kelmabdi. Keyin bitta o'rtoq quchoqlagandan keyin videoga olib qo'ya qoldim. Ertasi kuni juda ham charchagan holatda Esmanurni sovg'alarni topshirgani ketayotgandim, chunki ketma-ket har kuni uyda mehmon bor edi, iftorga mehmon chaqirgandik. O'shaning uchun juda ham charchagan ekanman oxirgi kunlarda. Bularni o'zim tarqatib yubordim Esmanurga va shu bilan omonatlarni egasiga topshirgandek xursand bo'lib, yelkamdan tog'lar ag'darildi. Hammalar kelayotgan hayit bayrami muborak bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Keyingi yil Ramazon oylarida xuddi shunaqa sovg'alar tarqatib, kichkinalarni, kattalarni xursand qilish nasib qilsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar.